Shu $100 oling. Rahmat, ko'p yashang. Alloh rozi bo'lsin. Bu meni pulim emas. Aha. Bitta opamiz E'zozning ikkinchi ko'zining operatsiyasi uchun bir hafta oldin beruvdilar. Rahmat. Bugun omonatinglarni topshirdim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchi ko'zni obunachilarimiz bilan birgalikda operatsiya qilamiz deganda ichingizdan nima o'tdi o'sha paytda? Mana shu qarorga kelganimizda. 1 yilda ham kutmagan narsam shunchalik bo'ldiki, Allohga shukr. Chunki obunachilarimiz aytdi bizga, birinchi ko'zini qildingizmi, ikkinchi ko'zni ham tashab qo'ymay oxirigacha olib boring deyishdi. Bu operatsiya bo'lmagan ko'zi, bunisi operatsiya bo'lgan ko'zi. Yumilyapti, ko'rasizlar, sezyapti, nur sezyapti. Bundan 2 yil oldin E'zoz qizaloqimiz bilan Turkiya davlatiga olib borib, sizlarning yordaminglar bilan birinchi ko'zni operatsiya qilib kelganmiz. Allohga shukr, hozir ko'zlari ko'ryapti. 7+ ochkilarni taqyapti. Operatsiya narxi $9000 deb belgilandi, ya'ni bu so'mda 111 million so'm pul bo'ladi. Operatsiya Turkiya davlatida bo'lib o'tadi. Qizaloqimiz uchun necha pul ehson qila olasiz? 10 ming, 50 ming, 200 ming so'm pul. Pastda kartalarni qoldirganmiz, yordamingizga ayamang. Mana shu qizaloqimiz uchun. Qo'lingizdan kelsa videoga like bosing. Qo'lingizdan kelsa videoni tarqating. Qo'lingizdan kelsa profilingizga bir dona istoriya qo'yib bering. Xudo xolasa ikkinchi ko'zning operatsiyasi puli yig'ilsa, eng katta savob olgan bo'lamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha kutinglar hisobot videoni.